Dronlarda sun'iy intellektni qo'llash, integratsiya qilish hozirgi kunga juda ham dolzarb mavzuga aylangan bo'lib, sun'iy intellektni dronlarda qo'llash xavfsiz shahar konsepsiyasiga juda ham to'g'ri, juda ham mos keladi. Kelajak texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish Milliy gvardiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ana shu maqsadda bugun Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov Turin Politexnika universitetiga tashrif buyurib, ta'lim muassasasida yaratilgan zamonaviy innovatsion ishlanmalar bilan tanishdi. Tashrif davomida xizmat faoliyatiga ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish, xususan sun'iy intellekt, robototexnika va dron texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar muhokama qilindi. Video kameralar bor-ku, xavfsiz shaharda. Bu xavfsiz shahar hammasi mana shu telefon markaziga qo'yilgan. Asosiy boshqaruv bu yo'lda bo'lishi Bundan tashqari bugun Milliy gvardiya qo'mondoni tashriflari chog'ida bir qancha loyihalar ko'rsatildi. Patrullik yo'nalish bo'yicha dronlarni va robotlarni qo'llash bo'yicha ham kelishuvga erishildi.